Men uni birinchi marta kino kassasi oldida o'chiritda ko'rdim. Yaxshi bilar edimki, shunday suluv qizlar bizda juda siyrak bo'ladi. Uni ko'zlari menga juda muloyim telmirar. Goho mendan arazlaganday ishva bilan suzilib ketar edi. U o'chirdi mendan orqaroqda bo'lgandan, go'yo uni tolma nozik vujudi shu mashaqqatdan ranjiganday ko'rinardi. Gavdalarini og'irligini goh chap, goh o'ng oyoqlariga solib, bir qo'li bilan tolgan belini ushlab, azob chekib turishiga juda achindim. Shu qizginani o'zimga rom qilib, o'chirit balosidan qutqazishni jazm qildim. Mendan oldin turgan bir o'spirinchani yelkasiga sekin turtdim. "O'rtoq, afv etasiz. Men sizni orqangizda, o'rnimga ehtiyot bo'ling, men hozir kelaman" deb sekin qatordan sirg'ilib chiqdim. Qizni ro'parasida zalga qo'yilgan tuvakdagi gulni barglarini o'ynab, qizga tikila boshladim. Qizning daydi boqishlari menga tushgan ediki, men ham odamlarga pishitmay, chap ko'zimni hazilkashlik bilan qisib qo'ydim. Qiz menga bir xo'mrayib qaradi-da, yuzini chirtdi teskariga burdi. Men bu choq uni holini taqib qilar edim. Men sekin boshqa yoqqa qarab, ko'z qirlarimni qizga tiksam, qiz yana menga qaradi. Men tag'in bir marotaba unga qarab, o'ng ko'zimni qisib qo'ydim. Qiz bugal achchiqlandi. Menga nafrat bilan qaray boshladi. Mazmuni kino ko'rishdan ham bezor bo'ldi shekilli, qatordan chiqib eshikka qarab yo'l soldi. Men epchillik qilib undan ilgariroq eshikka chiqdim. Katta elektr chirog'i tagida qizni kuta boshladim. Qiz chiqar chiqmas yana menga ko'zi tushdi. Bu gal ham zerikmay ko'z qisishda davom qildim. Qiz endi g'azablanib tikka oldimga keldi. "Siz qanday sharmsiz kishisiz? Men hozir militsiya chaqiraman. Siz meni kim deb o'yladingiz?" deb do'qura boshladi. Parvo qilmadim. Qizni betiga juda ma'noli va ulug'vorlik bilan tikildim. "Afv etasiz. Sizga nima yomonlik qildim? Mendan sizga qanday hurmatsizlik va shakkoklik o'tdi jonim?" dedim. Qiz o'jarlik bilan javob berdi. "Bilamiz. Siz yigitlar juda pok bo'lasiz. Sizni adabingizni rayon militsiyasigina bera oladi. Kim ko'rganga ko'z qisib yurasiz-da, tag'in gunohim nima emish?" Men beixtiyor qahqaha solib kulib yubordim. Qiz unga sari g'ijinar edi. Atrofdagi odamlar ham bizni mojaroga alanglay boshlagan edilar. "Afv etasiz, to'ndiq qiz" dedim. "Agar mendan ko'z qisganim uchun xafa bo'lgan bo'lsangiz, bekorga xafa bo'psiz. Aytingchi, bu ko'zlar menikimi, siznikimi?" Qiz juda jahl bilan, "Sizniki albatta. Bu betamiz, behayo ko'zlar meniki bo'la olmaydi" dedi. "Balli, modomiki shu ko'zlar meniki ekan, ochib yumish ham meni ixtiyorimda. Istasam chapini, istasam o'ngini ochib yuma olaman. Sizni hech qanday daxlingiz bo'lishi mumkin emas. Balki shu qiliq menga tug'ma odat bo'lib qolgandir. O'zim ham egalik qila olmagan bu ishga siz qanday qilib buyruq bera olasiz" dedim va shu bahona bilan ko'zlarimni pir-pir ochib yumdim. Qiz xunob bo'ldi, chidamadi. Axiri ajoyib kishi dedi-da, kulib yubordi. Uni bu qarashmali tabassumlari meni maftun qildi. Qizga yaqinroq bordim. "Jonim" dedim. "Agar mumkin bo'lar ekan, zardani qo'ysangiz. Bilaman, siz ham kinoga kirmoqchisiz. Qiz bolalarga o'chirtda turish noqulay ham nomunosib. Agar ijozat bersangiz, har ikkovimiz uchun bilet olsam." Qiz o'ylab qoldi. Men nolib kelganlarday mag'rur termilib, atrofida girgitton bo'lardim. Qiz rozi bo'ldi. Purim hamyonchasini kavlab 3-4 tangani sanay boshladi. "Sabr qiling. Baribir men sizga o'z yonimdan bilet olib bera olmayman. Lekin bitta 3 chervonlik aqcham bor. Menga shuni maydalash kerak. Siz menga hali berasiz" deb kassaga yugurdim. O'chirt ham kelib qolgan ekan, darrov biletni olib qizni yoniga keldim. Vaqtni kutib zalda aylana boshladik. Men unga biror stakan choy yoxud limonad ichishni taklif qildim. Avvaliga unamadi. Qistoqlab arang unatdim. Limonad ichdik, olma yedik. Shu orada qo'ng'iroq urildi, ichkariga kirdik. Kino muhabbatdan bas qiladigan bo'lganidan juda durust, ayniqsa menga forom edi. Oldingi 4 pardada oshiq bechora ko'p azob uqubatlar tortar edi. Parda o'rtalarida kinoda ko'rganlarimizdan muzokara qilishar edik. U menga ko'proq fojialar ko'rishni yoqtirganini aytdi. Men unga kulguni yoqtirganimni aytdim. So'z orasida kino ibrat. Mumkin bo'lar ekan, kinoda ko'rgan voqealarni foydali tomonlarini turmushga ko'chirish kerak dedim. Qiz bu fikrimni ma'qulladi. Oxirgi 6-pardada oshiq o'z ma'shuqasiga yetishib o'pishmoqda edilar. Bu paytda meni qo'lim qo'shni stuldagi qizni beliga o'tib, uni o'zimga tortar edim. Qiz meni yot qo'limni turtib tashlab,
bunday yerda shu qiliqni yaramasligini aytib qo'ydi. Men kino ibrat deganimda ma'qul degan edingiz-ku dedim. U yoqdan bu yoqdan gapirib uni yupatdim. Uzr aytdim, yarashdik. Kino tamom bo'lganda soat 12lardan oshib qolgan edi. Qizni kuzatib qo'yishni iltimos qildim. Ko'ndi. Yo'l-yo'lakay so'zlashib ketdik. U hozir doyalik kursida o'qir ekan. Akasi Go'shtiraqda xizmatda, otasi chol, onasi o'lgan ekan. Hozir 18 dan 19 ga qadam qo'yar ekan. Oti Adolat ekan. Men juda sho'x yigit emishman. Menday zukko yigitni umrida birinchi marta ko'rayotganimish. Men hiylakor emishman. Uni o'zi ham sho'x odamlarni yoqtirar emish. Xullas, men unga juda yoqar emishman. Qiz bu gaplarni so'zlaganda menga qaymoqday yoqar edi. Ba'zi gaplarni ichimda nafsilamir deb tinglar edim. Adibada aytishib qizni uyiga yetib borganimizni ham bilmay qolibmiz. Shu voqeadan keyin men u bilan kinolarga boradigan bo'lib qoldim. Bir kun akasi bilan tanishtirdi. Bir haftadan mo'l ko'rishmasak, sog'inishadigan, ora-chora xat ham yozishadigan bo'ldik. To'g'risi, bir kun gapdan gap urinib, bir-birovimiz bilan turmush qurishga so'z berishdik. Bir-birimizdan ranjimay, to'y kunlarini sabrsizlik bilan kuta boshladik. Men bugun idorada kechagi majlis qarorini xunob bo'lib ko'chirib o'tirardim. Soat 3 ga yaqinlashib, xizmat vaqti ham tugallab qolgan edi. Eshikdan yoshgina, so'limgina bir qiz kelib, jurnalistdan Umarov shu yerdamilar deb so'radi. Bildimki, meni izlab yuribdi. O'zimga ulug'vorlik berib, go'yo ishga sho'ng'ib ketganlardek sipolik bilan o'tiraverdim. Qiz oldimga keldi. "Afv etasiz, Boqjon Umarov siz bo'lasizmi?" deb so'radi. "Keling, xizmat" dedim. Qiz menga jilmayib qaradi-da, "Agar mumkin bo'lsa, menga ijtimoiy ahvolimni, dehqonligi, kambag'al bir kishini qizi ekanligim to'g'risida bir spravka yozdirib bersangiz" dedi. Men mat bo'lib, dilimda, "Bu yer-ku soliq idorasi. Men shu yerda ishlayman. Soliq idorasidan yot bir kishini ijtimoiy ahvoli to'g'risida unga spravka berish mumkinmi deb o'ylar edim. Avvaliga ikkilandim. Keyin shunday bir Dilbarni so'zini ikki qilmaslik uchun "Bugun ish vaqti tugadi. Mumkin bo'lsa, ertaga kelsangiz" dedim. Qiz ham bu mumkin ekan, unadi. Burilib chiqib ketayotganda men ishlarimni yig'ishtirib, papkamni qo'ltiqlab orqasidan yetib oldim. Unga u buyoqdan spravkani nimaga kerak bo'lib qolganidan so'roqlar berib, javoblarini tinglab bordim. Oradan 5 minutcha o'tar o'tmas, menga uni istarasi issiq ko'rinib, unga tomon ko'nglim anchagina suv ichib qoldi. Boshqa dunyolardan gapga soldim. Hammasiga ham jo'yali qilib javoblar berdi. Uni bu qadar burroligi menga juda ma'qul bo'ldi. "Ertaga keling, ishingizni to'g'rilab beraman" deb yana ta'kidladim. Ertasiga keldi. Yo'q narsalarni bahona qilib, bugun ham spravka bermadim. Lekin bu qiz meni unashganday bo'lib qolgan qizimdan anchagina yaxshiroq ko'rinardi. Adolatga so'z berib qo'yganimdan ko'p o'kinardim. Bir haftagacha aldab, bir kuni kinoga taklif qildim. Unadi. Adolat bilan bo'lgan muomalalarimni ko'pini unga ham ishlatdim. Kinodan so'ng uyiga yetib qo'ydim. Oradan bir necha kunlar o'tdi. Adolat esdan chiqa boshladi. Bir kun gapdan gap chiqib, u menga butun sirlarni aytib soldi. U bizni idoraga o'zicha kelmay, Adolat tomonidan meni xulqim, odatim, boshqa xotin-qizlarga qanday qarashim to'g'risida sinamoq uchun kelgan ekan. Boshimdan qaynoq suv quyilganday gangrab qoldim. Sharmanda bo'ldim. Sinaldim. Sinadilar axir.